Hammaga assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar va kanalimiz kuzatuvchilari. Hamma oqidaysizlar uchun juda ajoyib toshkalardan zo'r yevro remontli hovli joylarni reklama etishda davom etyapmiz. Reklamamizni aytib o'tmasdan burun, obzorni boshlamasdan aytib o'tamiz. Reklamamiz mud. Telefon qilib, uy sotchak olsangiz ya bo'lmasa aljak olsangiz, bemalol telefon qilavering. Muhtara reklama qilib beramiz. Hozir esa boshladik. Birinchi joylashuv joyini tushuntirib o'tamiz. O'ng tarafga qaratib o'tsak, ko'na Parnik ko'cha. Chakka Parnik ko'cha, Ziyod do'kon, ko'na Turk bozorining ko'chasina. Oryan tarafimiz City, banimiz ina Ziyod do'kon. Arkamda turgan 2 etajli hovli joyina 150 metr kvadratda, eni 8 metr bo'lgan 150 metr kvadratda qurilish osti maydoni, polni yevro remont, podключатib zo'tilgan hovli joyi sotib chiqdi. Eldini qarab turinglar, ko'ringlar. Bir yandan baho berasizlar, navislari bilan. Даже varotasam deb ajoyib holda ekan. Mana balansini bo'lmas. Передвижной, yaponskiy stilda qilingan ekan. Eshikina bir e'tibor berasizlar. Gaz, svet, suvdan beri o'rtaqlar muammo yo'q. Maktabni ham aytib o'tamiz. Ishi to'g'rimizda bir ko'chani yosib o'tamiz. To'g'rimizda maktab bor. Baqcham, ishi o'ng tarafga sal yursak, chasni baqcham bor даже. Maktab baqcha muammosiz, marshrutkan bilasizlar, Chakkaparnik ko'chadan marshrutga muammosiz o'tadi shuna. Avtobuslar yurib turibdi. Eshigimiz damir eshik, deshanlar даже решетка qo'yilgan ekan. Bismillah giramiz. Qolgan uyni uslovalarni tushuntirib o'tamiz bir yandan hammasini. Uyni shart-sharoitlari, yevro remontiga prosta gap yo'q, hammasi chiroyli. Bir izlashni bir boshqacha bo'ylardan urilgan ekan. Boshqa joylar bilan shuncha reklama etamiz, lekin bunday bo'y sira ko'zim tushmadi. Ham polina, ishi zinasina bir e'tibor berasizlar. Mashinani ishga jimchuk svetda kraska berilgan ekan. Deganda baho beringlar, chiqib ko'ringlar. Hech yerda jikir bunday narsa umuman chiroyli, sifatli narsadan zina ishlangan ekan. Kirayanlar shu patolog bir baho beringlar, devorlari nov qoladi, nov ketadi, uyni egasi bilan bir qator sodalashasizlar, bemalol sodalashib olaverasizlar. Narxi 670 million. Faqat kuxinni mebel qoladi, qolgan narsalar ketadi ekan, lekin uyni egasi bilan sodalashdansizlar, bitta arzon ham berajak, bir ikki narsasini kelishdaysizlar qo'shib ham beradi. Sraz boshlaymiz. Bon tarafimiz kuxni, spalnina. Bon tarafda bir oyna tashalgan ekan, bir spalnimiz ina. Spalnidan bir baho berasizlar, remontini chiroyli. Devorlari prosta tap-tak izatib, patmay qurilgan ekan. O'ziga endi remontni nechik o'tilgan o'zi ko'rasizlar. Masalan, sotishga moslangan qurilgan uy bo'ladi, keyin bo'lmasa yashashga moslangan uy bo'ladi. Bu uyimiz yashashga zo'tilgan ekan. O'zlari zo'tgan ekan, yashashga bundan burungi bu ikkinchi odam bu. Uyni egasi ikkinchi odami ina to'laydiganni bir qator ko'ramiz ina. Sanuzilimiz ham ajoyib qimmatbaho kafillardan urilgan ekan. Qimmatbaho. Bilasizlar, sotishga qurilgan uyda bunday kafil, bunday deb sharoit qilmaydilar. To'g'risi, men shuncha joy ko'ribmiz ina. Kuxinni bilan qimmatroq sifatli akril brendidan qilingan ekan, akril brendidan. Sifati akril. Yana bu tarafimiz deshan taraf. Havo o'tishi uchun. Mana tashqari tarafda ham mangal turibdi, shashlik pishiramiz desangizlar, boshqa ajoyib. Remontida prosta gap yo'q. Endi kelamiz, yana konditsioneri, mo'ykasi bu yerda, endi shu narsalarni ko'p aytib o'tmaymiz. Yana mo'ykasi garderobi dashina. Pol hammasi ishlab, yashalib turibdi. Jaluzilari zina bir yandan chiqamiz. Ziynasam ajoyib ekan, to'g'risi beton zina din ekan. Mahkam turibdi. Jikir yo'q. Imolam dasti umuman darpanmaydi. Yana chiqqandan holimiz katta hol bo'ladi. Ben endi zolatib, mehmon chaqirganda ishlatish ham mumkin. Aboy lyustralandum. Bahaybat chiroyli turibdi ekan. Plani yaxtimi zo'r ekan. Masalan, patologlarni gipsokarton bilan to'g'ri o'rab, chiroylatib qo'ydilar. Bu tarafda bir spalnimiz. Albatta, mahana parda qo'yilgan ekan. Ko'rsatamiz. Bu deski xona ekanmi? Deski xonasi qo'ydilar. Yendan remonti ajoyibdim. Patologi, lyustralarga e'tibor beringlar. Lyustralar ham lekin hammasini bir xil bo'ya uyga qo'shadigan qo'yibdilar ekan.
Ne perdeleri bilen. Ben depedeki zalımısına. Erten günde meyman çakırsanslar. Başka etseniz depeye xatın kişiler, pes erkek kişiler iş kılıp görüp yine perde arka tarafının aynasına. Arka tarafının bir menzeresine bir göz tüpetemiz. Bakça soranlar için anam da bakça. Aytkanım diye. Əsasisi öy alğanda nə etibar bərilədi? Qoşunlara etibar bərilədi. Qoşunlara dum akuratni, dum yaxşı adamlarkən gəlib bemalal qoşunlarını sürüşdürüb ala verəslər. Mammalı ya cəncəlkə şu qoşunu yox ikən. Şu üçün Alamanda sənsləyən mərtə bahası aytıb ötəmiz və üyüniyəsinin nomeri pəstədir. Sodalaş bala verəslər. Üyünün narxı 670 milyon gəliş elədi. Həmə rəhmət, sağ salamat bulunma.